لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن فرقانا ومبينا وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Suratul Fatiha. Fatiha suresi. Allah Subhanahu ve Taala insaniyetni bulupmu özüge ihlasman kul boğan mümin musulmanlarını özüge münacat, özü bilen sözüşüş, özü bilen sohbetleşiş üçün Allah Subhanahu ve Taala Fatiha suresini şürdü. Şunun için Fatiha suresi bizning Allah Subhanahu ve Taala bilen boğan alaqımızda Allah Subhanahu ve Taalaga ihlasmanlik bilen kul buluşni, Allah Subhanahu ve Taalaga haqiqiy şirk keltirmey yalğız çoqunishni, her qandaq bir kishilar yalğandın oydurup algan yalğan ilahlarning har qandağıdın faqat Allah Subhanahu ve Taala'nı ve Allah Subhanahu ve Taala'nın azimetini kalbimizge hazır, nazır qıp durup Allah Subhanahu ve Taala'ga yalğız ibadet qilishimizni ügütadigan en Kur'an-ı Kerim işideki Kur'an-ı Kerim'nin cevheri, asası, hemme maksat ve hemme baş belgelerini işige cüğülgan Kur'an-ı Kerim'nin cevheri. Bu kadri orni şunchilik katta bo'lgan sürünün nurg'ulg'an isimleri bulup bu isimleridan birisi Kur'an-ı Kerim'nin başlanması, Kur'an-ı Kerim'nin içiliş baş kirişi degan ma'noni bildirdi. Yani Fatiha. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den okuladigan dastlabki ayet mushu Fatiha suresidan okuladi. Hem Kur'an-ı Kerim yazılma matbaalarda bizga yazılıp kelgan yazma Kur'anlarının hammasimi Allah Subhanahu ve Taala'nın mushu ismi şerifi bilen başlangan, Allah Subhanahu ve Taala'ga hamd sana aytishlan başlangan, Allah Subhanahu ve Taala'ga yalğuz perverdigarlıkni ve Allah Subhanahu ve Taala'ga çoqunishimizni yalğuz asas qildigan, yalğuz qilganligimizni, yalğuz çoqunganligimizni bildirdigan mushu Fatiha suresi bilen yazıldı. Şunun için bu surenin ismi başlanma sure. Hem şundaqla mushu başlanma sure buluş emrit bilen biz her qandaq bir maqsad, g'oya, sharkat, amal, dünya ve ahiretlik her bir işimizni hem mushu Fatiha suresi bilen başlaymiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala özünün kalamı Kur'an-ı Kerim'ni Fatiha suresi bilen başlagachqa. İmam Müslim Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu'dan rivayet qilgan hadisda mundaq deydi. Beynema Cibrilu qa'idun 'indan Nabiy sallallahu alayhi ve sellem sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala haza babun minas sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun faqala haza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattu ila al-yawm. İmam Müslim rivayet kılan hadiste Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki bu arada Cibril aleyhissalatu vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kışıda olturat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstü taraftan asman taraftan bir g'ijirlagan ovozini angladi.
Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşini asman taraf götürdü. Cibril aleyhisselam dedi ki bu asmandan açılgan bir ışık bulup bugündün burun bu ışık eşip bakmagan. O ışıktan bugün bir perişte düştü. Andın Cibril aleyhisselam dedi ki bu perişte bugündün burun fakat yer şarıga yer yüzüge düşüp bakmagan dedi. Andın o perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam kıldı ve dedi bişaretlik bul, hoş bişaretlik bul ey Allah'ın elçisi. İki nur bilen ki sen bu iki nurunu birildin. Bu iki nurunu senden burunki hiç kandak bir peygamber birilgen emas. Birincisi Fatihatul Kitab, Kur'an-ı Kerim'nin başlanması boğan, içilmesi boğan Sure Fatiha. Mana muş hadisinin özü bilen Allah Subhanahu ve Taala tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge bu surenin ismi Fatihatul Kitab, Kur'an-ı Kerim'nin başlanması, içilmesi deb alahida isim koyup birildi. İkincisi Bakara suresinin ahirleri bu mu Allah Subhanahu ve Taala tarafından hiç kandak bir ilgirki peygamberlerge ilgirki ümmetlerge birilmegen yani bir nur. O bolsa mu Bakara suresinin ahirleri. Mana şu Fatiha suresi ve Bakara suresinin ahirlerinden bir harfni her kandak bir mümin okup dua kılsa Allah Subhanahu ve Taala tarafından o okugan, o dua kılgan, o okuganını birledi. Allah Subhanahu ve Taala okugan şu kıraatını ve tiligini icabet kıldı. Dep o perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge şundak bişaret verdi. Fatiha suresinin yeni bir ismi Ummul Kitap dep atıldı. Yani Kur'an-ı Kerim'nin cevheri, merkezi, asası dep. Abu Davud Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp mındak degen Elhamdülillahi Rabbil alemin Kur'an-ı Kerim'nin cevheri, asası, merkezi, yadrosudur. Ve Kur'an-ı Kerim'den ibaret kitapның asaslık cevheridir. Ve Es-Seb'ül Mesani aqımaqı okulduğun 7 ayettir deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sure Fatiha'nı Ummul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'nin asaslık cevheri deb atagan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin ma'na, maqsadları, asaslık, umumi, külliye, usul kaideleri hem İslam dininin asaslık usul akidesi muşu Fatiha suresiga ihcamlangan. Demek Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'nin umumi yüzlük hukum manalarını, asaslık prensiplerinin hemmesini öz yalıdı. Mana bu Kur'an-ı Kerim'nin asaslık prensip ve manalarını öz içige eliştiki boğan ameliyeti nimege okşaydı o dese Allah Subhanahu ve Taala hayatı dünyada her kandak bir şeyini evvelen urugdun köpeytip ne bir dığan kılıp urugunu asas ol usul kılıp onun üstüge her türlük şahslar ve meyvelerini meydana keltirdiğin ana aşında kavniyetini Allah Subhanahu ve Taala dünyada koygan. Şunun okşaşla Allah Subhanahu ve Taala mana şu Fatiha suresi arkalık Kur'an-ı Kerim'nin Ummul Kur'an boğan, Kur'an'ның cevheri boğan, Kur'an'ның asası yadrosu, usulü boğan muş Fatiha suresi arkalık Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'nin hemme şahsları ve hemme furuat ve bayanatlarını muş Sure Fatiha'ya
ixchamlab Sura Fatihani usul, asas, markaz, javhar va asosiy prinsipni yo'lg'ichi ana sura qilgan. Masalan, mana shu ana asoslarning asosiy javharlarning birinchisi Sura Fatiha tavhidni o'zga oladi. Chunki Fatiha surasi tushgan vaqtdagi insonlarning ko'p sonligi butparast. Allah subhanahu va taologa har turli o'zi qo'li bilan yasagan ana shundaq yolg'on but haykallarni Allah subhanahu va taologa shirk keltirdigan shundaq butparast edi. Yana ba'zanlar bir o'nga o'xshash Allah subhanahu va taologa qarshi chiqadigan, Allah subhanahu va taologa ishonmaydigan ana shundaq dinsizlarmi bor edi. Mana shundaq bir jamiyatda faqat yolg'iz Allah subhanahu va taologa hech qandaq narsani shirk keltirmay cho'qinishga mush Fatiha surasi chaqirgan. Ham shunaqla Allah subhanahu va taologa har turli yolg'on ilohlarni va Hristiyan Yahudlarga o'xshash Allah subhanahu va taologa Allah subhanahu va taoloning quli payg'ambari Aysa alayhisolatu vassalamni va Maryam alayhisalomni shirk keltirgandek yoki Azarni Yahudlar shirk keltirgandek ana shundaq shirkdan Allah subhanahu va taologa e'tiqodni xolis qilish va shundaqla munofiqlarga o'xshash teshida iymonni da'vo qilib ichida Allah taologa inkor qilganlarning Allah subhanahu va taoloning nada bo'lmasin nazoratidan qutlanmaydiganligini Allah subhanahu va taologa yolg'iz qulchilik qilish lozimligini nifoqdan va har qanday riyogarlikdan qalbini poklashdan iborat bo'lgan tazkiyatun nufus, ya'ni qalblarimizni har qanday bir Allah qarshi yomonlik, fosiqdan yoki riyogarlik, xiyonat, nifoqlikdan qalblarimizni poklashdan iborat bo'lgan mana shundaq tavhid aqidasiga mushu Fatiha surasi yetaklaydi. Demak, ilgirki ummatlardan Allah taolaning payg'ambarlariga ishongan xolis mu'min bo'lganlarni Allah subhanahu va taolo yer sharida huquqqa ega qilgandek, Allah subhanahu va taologa xolis iymon aytib, Allah taolaning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy o'ziga yo'l boshchi qilib tanlagan ixlosmand mu'minlarga Allah subhanahu va taolo yer sharida huquqqa izbosar qilish, izzatga ega bo'lish, xo'jayin hukmronlikqa ega bo'lish va Allah subhanahu va taoloning oxiratda jannatiga ega bo'lishdan iborat bo'lgan va'dalarning yig'indisi va shundaqla Allah subhanahu va taologa va Allah subhanahu va taoloning payg'ambarlariga bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik qarshilik qilganlar qarta dunyodami xorliq, baxtsizlik, oxiratda do'zax azobidan iborat Allohning mangulik azobi bularga bo'ldiganlikdan iborat bo'lgan Allah subhanahu va taoloning azobi bilan ta'disilish va Allohga qarshi yo'l tutgan yoki haqdan chatnab ketgan ozg'unlikni o'ziga yar tutgan ozg'unlikda azbaylagan har qanday kishilarningki Allohning g'azabi yo'liqqan Allah subhanahu va taoloning e'tirof qilishi Allohning hidoyati rahmatidan chiqib ketgan zolim botil yo'lda manganlar ekanligini bayon qilish orqali Allah subhanahu va taolo mana shu Fatiha surasida Qur'oni Karimda olgan barliq ilgirki ummatlarning yaxshilarning yaxshi bo'lgan ulgulik Allohning ne'matiga erishgan tarixiy amriyatini yomonlarning Allah subhanahu va taolo avatgan payg'ambarlarga qarshi chiqqan Allah taoloning tushirgan kitoblarini va payg'ambarlarini tasdiqlagan Allah subhanahu va taoloning mo'jizalarini yolg'on degan ana shundaq zolim kofirlar qarta Allah subhanahu va taolo o'z azobi bilan ularni bu dunyodami azoblaganligi, halok qilganligi, oxiratda ularga do'zax azobi bilan ularni jazolaganligidan iborat bo'lgan mana shundaq tarixiy ibratlari Fatiha surasiga mujassamlangan. Mushu Fatiha surasiga mujassamlangan. Ham bu Fatiha surasida 3-chi qilib
Allah subhanahu va taolaga yalg'iz ibodat qilish, yuraklarimiz va nafslarimiz Allah subhanahu va taolaga yalg'iz ibodat qilishga mukammal bo'lish. To'rtinchisi, Allah subhanahu va taolaninki bizga bergan baxt yo'li bo'lgan, Allah ularga in'om qilgan payg'ambarlarning yo'llarini tanlash. Beshinchisi, Allah subhanahu va taolaning had chegaralarida turganlarga, Allah subhanahu va taolaning dinining hukmlarini ijro qilganlarga Allah subhanahu va taolaninki dunyo va oxirat rahmati tushadiganligi, Allah subhanahu va taolaninki hukmlarini e'tirof qilg'ili unmagan, had hududdan chetnab ketgan, nahaq zulm qilish bilan yer sharida buzg'unchilik qilgan har turli inson va jinning shaytonlari va fir'avnlari va fosiq zolimlarga qarta Allah subhanahu va taolaninki g'azabi va Allah subhanahu va taolaning ularga oxiratlik azobining bo'ladiganligidan iborat bo'lgan islom dinidagi mana shundoq islom dinining asosli javharlari mush suraga mujassamlangan. Masalan, bu surada mujassamlangan birinchi asos Alhamdulillahi Rabbil alamin, barliq güzel maqtash olamlarning parvardigori Allah subhanahu va taolo xosdir degan mana shu sura Fatihaning birinchi oyati bizningki butkul vujudimiz bilan Allah subhanahu va taoloni la maqtashimiz, ham shundaqla Allah subhanahu va taoloning osmon va zamindagi barliq qilgan har bir qudrati va bizga berayotgan va dunyo hayotligida har bir shayga berayotgan ne'mati Allah subhanahu va taologa bizning maqtab Allah subhanahu va taoloni haqiqiy ulug'lab Allah subhanahu va taologa hamd sana aytishimizningki vojibligini uqtirdiganligi, ham shundaqla Allah subhanahu va taoloning osmon va zamindagi her bir kudreti, her bir nimeti, her bir intizamlık başqurishi, özümüzün hayatidagi her bir nimetki qaraydigan bo'lsak, olamlarning yaratuvchisi Allah subhanahu va taolaning her bir şeyini daim terbiyelab, yetishtirib, parvish qilib, nazorat qilib turayotganligi, Allah subhanahu va taolaning ilahlik, haq, rost, haqiqiy shirk yo'q, yolg'iz qudratlik bizning cho'qinishimizga haqliq iloh ekanligi va shundaqla Allah subhanahu va taolaning bizningki bizni yaratgan parvardigorimiz ekanligini rad bo'lgan tavhidning ikki asosi bo'lgan Allah subhanahu va taologa cho'qinishdimi, ulug'iyatdimi yolg'izlab e'tiqod qilish, Allah subhanahu va taologa yaratishda parvish qilishdimi, rububiyatdimi yolg'izlab e'tiqod qilishni iborat bo'lgan ikki asosni o'shagan ham undan keyin Ar-Rahmanir Rahim dunyoning hammasiga rahim qiladi, mu'minlarga alohida rahim qiladi. Mana shundoq olamlarning parvardigori katta zot turib Allah subhanahu va taolaning rahmati hammadan g'olib deganlikni uqtiradigan Allah subhanahu va taolaga oshilik qilganlar darhol Allah subhanahu va taolo oldiga yenib kelsa, Allohga pushaymon qilsa, Allohning rahmati hammasiga am. Allah ularni chaqirgan hidoyatni qabul qilganda, ularga xususiy rahmati bo'lgan jannat bilan alohida mukofotlaydiganligini Allah subhanahu va taolo bildirgan. Allah subhanahu va taoloning Allah subhanahu va taoloning sifatlaridan bo'lgan eng ulug' sifat Rahman va Rahimdan iborat bo'lgan sifatni erish bilan birga İslam e'tiqodining, tavhidning uchinchi asosi bo'lgan ism sifatlarida Allah subhanahu va taoloning ism sifatlarida Allah subhanahu va taoloni yolg'iz deb e'tiqod qilishimi mana bu sura o'ziga olgan qarindoshlarimiz. Demak, bu sura islom dinining asosi bo'lgan tavhid ulug'iyat, cho'qinishimizni yolg'iz Allohga cho'qinish, tavhid rububiyat bizni yaratib parvish qilishda va bizga hidoyat berib, bizni vahiy ilohiy tushirib, Qur'onning nuri bilan to'g'ri yo'lga yetaklashda tavhid rububiyatdan iborat va shundaqla asmaulloh va sifatdan iborat Allah subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlari, go'zal qiliqlari, go'zal har bir hayotlikka ko'rsatgan ta'sirat va amri bo'lgan insoniyat qilgan rahmatlari qarab Allah subhanahu va taoloning ism sifatlarida Allah subhanahu va taoloni komil, yolg'iz, shirk yo'q, qudratlik Allah deb ishonishga mana shu sura Fatiha chaqirdi. Demak, sura Fatiha mana shundaq Qur'oni Karimning javharlarining hammasini o'lchagan.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sağlam kulçuluk kılımız ey Allah. Sendillam yardım talep kılımız ey Allah. Depmiş iyyâkeni na'budunun aldığı keltirişi, iyyâkeni nestaîn'nin aldığı keltirişi fakat her kandak bir ibadetimizde, her kandak bir emelimizde, her kandak bir kılıdığan barlık Allah Subhanahu wa Ta'ala şunun kurban bir işten ibaret barlık kulballıklarımızda meyli namaz, roza, zekat, hac, davet, cihat, ibadet, kulçuluk, kurbanlık ve her kandak bir hayatımızı sarf kılıdığan her bir işte Allah Subhanahu wa Ta'alaga yalğız şirk keltirmey Allah rızalığını dep Allah'a kulçuluk kılış ve her kandak bir işte Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan yardım talep kılış, her kandak müşrik, butperest ve Hristiyan, Yahudi yoki her kandak maddisçime o'xshash o'zlarining yolg'on to'qivagan shirklari ilahlarga ular cho'qingandek cho'qinmay, balki haqiqiy amli bo'lgan hamma hayotlikning egisi bo'lgan, rost bo'lgan, haq bo'lgan yolg'iz Alloh Subhanahu wa Ta'alaga cho'qinishimizga va har bir ishimizda mush hayotlikning keynida g'aybiy quvvat bo'lgan Allah Subhanahu wa Ta'alaning qudrati har bir shayga ta'sir ko'rsatganlikdan iborat bo'lgan g'aybiy quvvatga ishonishimizga va islom dinidagi ikki asos bo'lgan qulchilik qilishni yolg'iz Allohga iborat qilish, duo tilaklarimizni faqat yolg'iz Allah Subhanahu wa Ta'aladan tilashdan iborat bo'lgan mana bu shu islom dinining asos prinsiplariga mana bu Fatiha surasi bizni chaqirdi. Hemşiraklar bu iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn degan ayet Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de keltirgen estağfirullah Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yatlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim Sure Bakara 129. ayetteki bizning Parvardigarimiz o ümmet işide ularning ishidan bo'lgan bir payg'ambarni avatkin. U payg'ambar ularga sening oyatlaringni o'qib berdi, ularga kitob o'rgatdi va ularga hikmat o'rgatdi. Ularni har qanday shirk, nifoqning kirlaridan poklaydi degandan iborat bo'lgan mana shu qalbni faqat Alloh qila xolis qilib Allohga ibodat qiladigan har qanday yordam, tilakni Alloh Subhanahu va Ta'aladan tilaydigan haqiqiy İslamның asosi bo'lgan qalbni har qanday riyogarlik, shirk, nifoq va har qanday bir hasadxo'rlik, mutakabbirlik va Allah Subhanahu va Ta'alani norozi qiladigan, Allah Subhanahu va Ta'alaga ixlosmandlik bilan qul bo'lishimizga ta'sir ko'rsatadigan har qanday bir kirlardan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Allah Subhanahu wa Ta'ala avatish orqali bizni Allohga hech qanday narsani shirk keltirmay ibodat qilishni iborat bo'lgan mushu qalblarni poklash va Allohga xolis bo'lishni mushu iyyaka na'budu va iyyaka nestaîn iborat bo'lgan oyat bizni o'rgatdi. Fatiha surasi Allah Subhanahu wa Ta'alaninki Qur'oni Karimda kelgan to'g'ri bo'lgan yo'lda mangallarga Allohning rahmati tushadiganligi, Allah Subhanahu va Ta'alaning g'azabini keltiradigan yo'lda mangallarga Allah Subhanahu va Ta'alaninki g'azabi tushadiganligi bo'libmi Allah Subhanahu va Ta'alaninki oxiratlik azob bo'lgan do'zaxga tushadiganlikdan iborat bo'lgan qiyomatga ishonishdan iborat Malik yawmiddin, ya'ni Allah qiyomat kunining egisi. Yeni bir qiraat Malik yawmiddin, qiyomat kunining haqiqiy podshosi. Bu dunyodagi barliq vaqtliq kishilar mayli uni o'ziga zo'mgar qilib rais qilib olgan yoki islom shariat tarafidan qonunliq musulmonlarga vakolatchi rais bo'lgan har qanday raislar u kuni qolmaydigan faqat podshohlik Allah Subhanahu va Ta'alaga xos bo'lgan shu qiyomat kunininki egisi Allah Subhanahu va Ta'ala ekanligini islom dinidagi e'tiqodning asoslaridan birisi bo'lgan qiyomatga ishonish mana shu Baqara, mana shu Fatiha surasida alohida Fatiha surasi mana shu qiyomatga ishonishni alohida o'z olgan. Demak, mana islom dinining asosiy javharlari mush
Fatiha surasiga mujassamlangan. Nima uchun qiyomat kuniga ishonishni Alloh subhanahu va taolaning hammaga rahmat qilish, ham mu'minlarga alohida rahmat qilish sifatining orqasiga keltirdi desa, Alloh subhanahu va taolo shuncha rahimdil, shuncha shafqatlik, mehri va rahmatlari katta bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ravishda turishga, haqiqiy bilishga, haqiqiy muhabbat qilib suyib qadrlashga tirishmay azvay desa, yo'g'onchilik qilsa, mudagabbarlik qilsa, o'ziga cho'g' tortib, dunyo shahvatlariga pallanib, gullanib, o'zini aldab, inson va jinning shaytonlarining orqasidan minib, Alloh taolo boshlagan yo'lga kagili. Unimisa Alloh taolaning payg'ambari chaqirgan haqqa mang'il unimisa, Qur'on hadisning buyruqlarini anglag'ili unimisa, mana bundaq kishilardan Alloh subhanahu va taolo intiqom olishga, jazolashga qodir ekanligini, jazolash kunini insonlar oldida qo'yganligini bildirdi. Ham shundaqla bu dunyoda jinoyat qilganlarga, yomonlik qilganlarga haqancha bak jazo bersimi, uning jazosini inson bilib bo'lmaydi. Masalan, bir odam bir necha million odamning o'lishini keltirib chiqilgan ish va bir odam bir necha million odamlarni zaharlaydigan ish va bir odam bir necha million odamlarning iddisini, hayotini Xitoy kommunistlariga o'xshash, anda qirg'in qildigan ishlar va ana shundaq jazo qancha bu dunyoda men uni jazolayman desimi, uning o'xshini bir kim, uning qilgan qilmishiga tang hech qanday kishi tang jazoni bilib bo'lmaydi. Haqiqiy jazo yana oxiratda Alloh taolaning oldi bo'ldi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini egislab, mushu qiyomat kunga ishonishnimi sura Fatihaning javharlaridan bir javhar qilgan. Yana birisi Alloh subhanahu va taologa ixlosman qul bo'lib ishongan haqiqiy mu'minlar bu dunyoda Alloh yo'lida manganlikdan hatto hayoti kofirlarning habsxonalarida, turmalarida, zindonlarida o'tib ketganlar va dunyo hayotiga kelib iman aytgandan keyin haq qildi mangandan keyin Xitoy kommunistlarining turmuga kirib bir umr turmada etib o'tib ketgan haq yo'l turganlikdan kofirlarning ana shundaq ichinishlik zulmida qolgan nurg'ulg'an ustozlarimiz, nurg'ulg'an diniy rahbarlarimiz, nurg'ulg'an musulmon qarindoshlarimiz bor. Demak, ana shundaq musulmon qarindoshlarga o'xshash dunyoning har qaysi yerlarida ana shundaq Allohga ishonib, shundan keyin jafo tortgan zulm qilganlar bor. Ular hayot dunyoda Mus'ab ibn Umayr o'xshash hech qanday bir hayot dunyoninki ne'matlaridan huzurlanib baxmagan. Mana bu shundaq kishilarga mana shu qiyomatning bo'lishi shuni bildirdiki, Alloh subhanahu va taologa ishongan har qanday bir mu'minga nisbatan, har qanday qiyinchilik qilgan kishilarga nisbatan qat'iy bu dunyoda ma'yuslanmay Alloh subhanahu va taologa haqiqiy ixlosman bo'lsa, bu dunyoda ko'rmagan har qanday rohatni oxiratda ko'radi. Mu'minning haqiqiy rohati faqat nada bo'ladi? Oxiratda bo'ladi. Deganlikka mana shu qiyomat kuni mush surada qiyomat kuniga ega bo'lg'uchi Alloh deb keltirib, qiyomat kunini mush surada iymon islomning javhari asoslaridan bir asos qilib keltirganligining o'zimi alohida bizni qalbimizni umidsizlash va haq yo'ldan tenib ketishga sabab bo'ladigan har qanday fitnalardan biz azmay talmay haq yo'lda mustahkam turishimizga mushu oyat yetaklaydi. Ham bizni bu oyatdan keyin ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat shundaq bir haqiqat yetaklaydi-ki, siyosiy jihatda islom din bizga ilib kelgan ravrus yo'l haq yo'lida mustahkam turishimiz, har qanday bir Allohning yo'lidan bizni chiqarib o'tadigan, islom din yo'lidan bizni chiqarib o'tadigan har qanday bir din, e'tiqod, siyosat va ozg'un yo'llarga ergashmasligimiz, faqat Alloh subhanahu va taolo yo'lida mustahkam turib, haq, adolatni, islom dinining haq prinsiplarini o'zimiz va jamiyatimiz va dunyoda unutishga tirishchilik qilishimizga mana shu ihdinas siratal mustaqim dinni iborat bo'lgan oyat bizni yetaklaydi. Bu oyatning ruhi yana Alloh subhanahu va taoloning yana bir oyatda alohida turgandiki, astagfirullah wal asr innal insana fi khusrin illa alladina amanu wal asr innal insana fi khusr والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
İmam Şafii rahimehullah aleyh eğer muş sure düşüp başka ayetler düşmegen bolsumu bizge amel kılışka, toğurlu başlaşka muş sure yeterlik bulat dedigen. Demek bu sure şunu bildirdi ki zaman bilen kasem hakikaten bütkül insaniyet elbette ziyankarlık işi buldu. Asli degen asli meyvenin suyu, cevheri, şerbetini çıkarıp onun şakalları, onunki ahlatlarını taşıvatkallıkını esireydi. Bu bizge şunu öğütüdü ki biz yaşayan Müslümandan bizge birlediğini milyon yıl arasından fakat 60 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl ya 70-80 yıl. Muşu birilgen ömrünü biz ana aşındak her kandak bir bika kılıdığan bizni Allah aldıda ya kartıp koyduğan kelgisi Müslüman evladımız ve özümüzün Müslümanlar cemiyeti aldıda biz onlarga parlak bir galbe, parlak bir yaxşı yol, parlak bir yaxşı neticelerini meydana keltirişke biz türkü bulamaydıgan ana aşındak her kandak bizni bika kılıdığan her kandak ahlaklardan biz ömrümüz hayatımızda cevheri boğan paydılık işini kılalaydıgan bir vaktini özümüzge alalısak muşu bizning dünyada mı ahirette mi baxtlik buluşumuzga yetekleydigan bir hakiki yıldız yol belgisi ekanligini muş ayet bizi ko'rsatdi ki yani vaqtni qadrlang. Vaqtni siz hakiki bir meyvesi süzüp eringan meyvesiga o'xshash onun cevheri süzüp eringan altın kümüşke o'xshash paydılık bir paydılık bir netice kıladigan yaxshi vaqtga aylandırın. Vaqtingizni hergiz beka o'tkazmang deganlikka ogohlantirdi. Hem shundoqla bu ayet butkul insonlarning ziyankorlik ishida bo'lganligini, lekin e'tiqod va amaliy yaxshi ish ustida bo'lgan kishilarningki bu e'tiqod va yaxshi ustiga davom qilishda o'zaro birsini doim haq yo'lida ching turishga tavsiya qiladigan va haq yo'lida kelgan har qanday aziyat bularni chigindirib atmasdan u aziyatlarga bardosh bilish bilan oldiga doim harakat qiladigan mana shundoq yaxshi bo'lgan e'tiqod va yaxshi siyosat va yaxshi bo'lgan amaliy harakatga mana shu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim iborat bo'lgan oyat yetaklab bizni shundoq bir haqiqatga boshlaydi-ki siz va barliq musulmonlarning g'oyangiz bo'lishi kerak. Dünya menfaati şahvatlariga birilib ketgan sizning maqsadingiz nima deb ulardan so'ralsa faqat yeyish, ichish, yashash, o'lish deganlardan biladigan hayvonotlardan mufas bir hayotga kirib oldigan agar hayvonotlarda aql bo'lsa hargiz ular beradigan javobni bermaydigan mana shundoq bir past e'tiqoddan siz g'oyib bir nishonga kelishingiz kerakki nima uchun siz hayot yashaysiz Allohni rozi qilish uchun Alloh mendan rozi bo'ladigan barliq xislatlarni mening hayotimda ailemde, cemiyetimde meydana keltirishim uchun yer sharini onun içindeki barliq insonlarni dünyada mı ahirette mi baxtga erishtiradigan islom dinining ruhi va islom dinining amiti bilan yashatqizish uchun tirishchanlik qilaman deydigan ya'ni mening butkul g'oyam Allohning rizoligi Allohga xos bo'lgan bir hayot yashash deyiladigan mana shundoq bir g'oyalik holatda buluşumuzga muş ihdina sıratal mustaqim sıratal ladina an'amta alayhim gayril mağdubi alayhim veleddallin degan ayet bizni yeteklash orqali har qanday bir Allohning g'azabiga yo'liqqan, haq yo'ldan cheknab ketgan, Alloh qarshi chiqqan barliq kofirlar, dinsizlar, bulutmi Xitoy kommunistlariga o'xshash bizning Sharq Turkiston zaminida va dunyoning har qaysi yerlarida insoniyatga kufr tajovuzchiligini tanlatgan barliq zolim kofirlarga o'xshash mana shunday zolim kofirlarningki har turli izdiqlari bilan haqdan adishib ketmay balki haq yo'lida payg'ambar alayhisolatu vasallam va payg'ambarlar mangan yo'lga erishib dambas qadam chin turish orqali bizningki mush sura Fatihada Alloh bizga yetgan ibodatning haqiqiy ruhi bo'lgan aqlimiz
qalbimiz, ruhimiz, fikrimiz Allah subhanahu va taolaga haqiqiy bog'langan Muhammad alayhisalom va sahobalarga o'xshash har qanday bir ibodat, qulchilik qilgan vaqtimizda o'shalarga ergashganligimizdan Allohdan haqiqiy qo'rqib ibodat qiladigan, Allohning haybatidan qo'rqadigan, Allohning fazi ihsonidan umid qiladigan, Alloh subhanahu va taoladan haqiqiy qo'rqqanligimizdan yuragimizning titrishi vujudimizga ta'sir qilib, tilimiz, hareketimiz, qo'limiz, barliq ish harakatimizmi Alloh subhanahu va taoladan haqiqiy qo'rqib, Alloh buyurgan ishlarni qiladigan, to'sqan ishlardan yanadigan, Alloh subhanahu va taola yer sharida yurgizgan islom din prinsiplarini o'zimizningki ruhi, o'zimizningki hayoti, o'zimizning jamiyati va butkul dunyoda maydonga keltirishga tirishchilik qiladigan islom obrazining shakldagi ismini ko'tarib mang'adiganlar emas, balki islom obrazi bizning vujudimiz, hayotimiz, amiyatimizga ta'sir qiladigan haqiqiy sog'lom islom girajdonlari, sog'lom ixlosmand mo'min qullar bo'lishimizga mana shu sura Fatiha bir butun bizni boshlaydi. Shuning uchun har bir musulmon qarindoshlarimiz mush Fatiha surasining javharatlarini o'zimizda yig'inchoqlik qilib biz Fatiha surasini o'zimizga risb qilsak, dunyodami, oxiratdami baxtsizat bo'lamiz. Dunyodami, oxiratdami Alloh subhanahu va taolaning rahmatiga erishamiz. Qiyomatgacha mustahkam turgan payg'ambar alayhissalatu vassalam, qiyomatgacha mustahkam turgan payg'ambar alayhissalatu vassalamning izbosarlari barliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ustun qilib magan haqiqat palla bilan, haqiqat maydon turganlar bilan birga turgan bo'lamiz. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi ulaikallazina hadalloh fabihudahi muqtadih. Ana ashula Alloh subhanahu va taolo ularni to'g'ri boshqaran kishilar, sani Muhammad alayhisalom ularning mangan to'g'riligiga ergashgan dedi. Ham bu Fatiha surasininki yana bir ismi Buxoriy, Sahih Buxoriyda kelgan rivoyatda Fatiha surasining yana bir ismi hadisi qudusiyda kelgandek salat, ya'ni Fatiha surasi duo, namoz deb atalgan. Bu to'g'riliq Sahih Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi qudusiyda mundaq degan. Alloh subhanahu va taolo mundaq degan: "Men salatni, ya'ni namozni bulubmu namozning ishidagi bu yerdagi salatdan murod sura Fatihani men bilan bandam orasida ikki bo'lakka bo'ldim. Ya'ni bandan namoz o'qsa, shu o'qqan namozida men bandam bilan billa bandam uchun tilagan tiligini ijobat qilaman. Bandam alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh subhanahu va taolo deydiki, mening bandam maqtadi. Qachon banda ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh subhanahu va taolo deydiki, bandam menga sana aytdi, meni bak mehribon, shafqatlik deb, meni suyib, meni yaxshi ko'rib, menga sana aytdi dedi. Qachon bandam Malik yawmiddin desa, qiyomat kunining egisi, biz Alloh subhanahu va taolaning jannatidan umid qilamiz, Allohning g'azab bo'lgan dovzixidan qo'rqamiz desa, Alloh subhanahu va taolo meni bandam haqiqiy ulug'ladi. Ya'ni mana haqiqiy podshohlik, haqiqiy hisob, qiyomat kundagi hisob, qiyomat kundagi podshohlik faqat Alloh qalam xos. Biz har qanday bir musulmon bu dunyoda har qanday bir ishni qilgan vaqtimizda birinchi qilib Alloh taolaning oxiratdagi hisobotidan qo'rqishimiz kerak. Bu dunyodagi har qanday bir odamning hisob olishidan emas, balki Alloh subhanahu va taolaning oldida hisobga turib qilishimizdan qo'rqishimiz kerak deb, mendan qo'rqib meni ulug'ladi deb Alloh subhanahu va taolo shu musulmonning Alloh subhanahu va taolo qilgan namozdan iborat bo'lgan ibodatda Alloh subhanahu va taolo shu musulmonning har bir ig'iz degan Fatiha surasidagi so'zga Alloh javob berdi. Alloh subhanahu va taolo dediki, yana bir rivoyatda
mening bandam o'zining ishini menga topshirdi. Men bu bandamning ishiga o'zim ega bo'laman deb Alloh subhanahu va taolo shunday javob berdi. Qachon banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in sanglam qulchilik qilamiz ey Alloh, sendan yordam talab qilamiz desa, bu men bilan bandam o'tirisidagi muomala. Bandamning menga mushundaq hech narsani shirk keltirmay qulchilik qilish, menga duo qilib mendan yordam talab qilish mas'uliyati bor. Men bandamning qilgan bu muomalasini qabul qildim. Bandamning qilgan ibodatini tiligini men qabul qilaman deb javob berdi. Qachon banda ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim valeddallin desa, Alloh subhanahu va taolo dediki, bu mening bandamning mas'uliyati. Mana hayotlikda faqat men avatgan payg'ambarlarning yo'liga, men tushirgan islom dinining ko'rsatmasiga bo'libmi Muhammad alayhisalom tushirgan islom din, Qur'on hadisning yo'liga ag'ishib minish mening bandamning mas'uliyati. Bandam shu yo'lda turib mendan har qanday bir narsani tilasa, men tiligimni beraman deydi deb mana bu hadis qudusida Alloh subhanahu va taolo bizning o'qiyotgan namozimizni, Alloh subhanahu va taolo bizning o'qiyotgan namozimizni bu hadisi qudusida Alloh subhanahu va taolo bizning namoz turib o'qigan shu Fatiha surasi orqali Alloh subhanahu va taolo bilan so'zlashgan munojotimizni Fatiha surasini salat deb atash bilan birga, demak mush sura Fatihani o'qishning o'zi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish, Alloh subhanahu va taologa ham duo qilish ekanligini, ham namoz ekanligini mush hadis bizga alohida ogohlantirdi. Ham bu salatning yana bir ma'nosi duo degan ma'nosi bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va salli alayhim inna salataka sakanul lahum vallohu samiyun alim deb sura Tavbada shunday degan. Ey Muhammad, o mu'min musulmonlarga sen Alloh subhanahu va taologa duo qilgin. Haqiqatan sening qilgan duoying ular uchun oromgarchilik. Alloh subhanahu va taolo anglab bilib turdi degan. Demak, ham bu Fatihaninki, sura Fatihaning yana bir ismi nima degan bo'ladi desa, duo. Mush Fatiha surasini o'qish orqali Alloh subhanahu va taologa duo qilsak, duoyimiz ijobat bo'ladi. Chunki sura Fatihada iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in din iborat Alloh qalam ibodat qilish, Alloh tillam yordam talab qilish din iborat bo'lgan, duoning asosi bo'lgan Alloh qilinish ilingan. Buning yana bir amaliy dalili Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda bu sura Fatihani ham ruqya, o'qiladigan shifo, kasallarga o'qiladigan duo, shifo deb atalgan. Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Abu Said bir qabilaning yılan chaqib olgan xo'jayiniga Fatiha surasini o'qish orqali Alloh subhanahu va taoloning shifolik qilgan. Alloh subhanahu va taolo yılan chaqib olgan shu qabilaning xo'jayiniga shifolik bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu vaqtda shundoq bir ajoyib bir so'zni sahobalarga deganki, bu Fatiha surasi ruqi duo, bu Fatiha surasi ruqi bo'lishi lozim, o'zi bir duo bo'lishi lozim degan. Demak, mana shu Fatiha surasini musulmonlar har qanday bir yerda o'zining ma'naviy va tashqi har qanday kasallikka shifolik do'risi qilishi, mushu Fatiha surasi bilan duo qilishi lozim ekanligini mana bu hadis bizga o'rgatgan. Fatiha surasining yana bir ismi Kafiya, hammaga yetarlik bo'lguchi. Chunki Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan marfu bir hadisda Fatiha surasi degan Qur'oni Karimning javhiri, Fatiha surasidan boshqa suralar Fatiha surasining o'rniga bo'lolmaydi. Fatiha surasidan boshqa
sureden o'rniga Fatiha surasi bo'lalaydi degan. Hamshaqlar bu Fatiha surasi namoz deb atilishda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sura Fatiha o'qilmagan namoz to'liq namoz bo'lmaydi deb ushqtim shundaq degan. Demak, Fatiha surasi ham bizningki Allah subhanahu va taologa bo'lgan e'tiqodimizda, Allah subhanahu va taologa bo'lgan xolis samimiyatimizda, islom diniga ravus esilib minishimizda bizning asosliq, javharlik, asosliq suramiz. Hamshaqlar Fatiha surasi bizning namozimizda doim Allah subhanahu va taolo bilan munojat qilishadigan ruh va qalbimizni paklash va shundaqla Allah subhanahu va taologa duo qilib sig'inish, Allah subhanahu va taolodan hidoyat tilash va Allah subhanahu va taologa biz qiladigan ibodatning asosida Allohga ibodat qilishni ibodat bo'lgan islom dinining asosi. Ham shundaqla islom dinining yuqorqi asoslarini Qur'oni Karimning barliq javhirat ana temalarini mana shu Fatiha surasi o'z chog'an. Bo'libmi namoz o'quvchi Fatiha surasi bilan namoz o'qiydigan bo'lg'achqa, mush Fatiha surasini kunda har qitim o'qib turayotgan har bir namozida o'zining tavhid aqidasida Allah subhanahu va taologa shirk keltirmay yolg'iz Allohga bog'langanligini, har bir hayotidagi barliq hayotliq Allohning parvish qilishidan kelganligini, Allohning darvozasini pushaymon qilib darhol qaqsa Allah rahmat nazari bilan qarab uningga shafqat qiladiganligini, Allah subhanahu va taologa qarshi chiqqan zolim kofirlardan Allah subhanahu va taolo qiyomat kunisi qat'iy jazolash bilan ulardan hisob oladiganligini, kafirlarning ko'rinib ketganligiga, bo'libmi hozirgidek biz Uyg'ur musulmonlari Xitoy kommunistlarininki ko'rinib ketganligiga, nurg'unlagan xalqlardagi zolim kafirlarning ko'rinib ketganligiga haq maydondan yenib birdigan, umidsindigan ishni qilmasdan, balki uning egisi Allah uningdan qiyomat kunisi hisob olib, mangulik do'zaxda uni azoblaydiganlikdan iborat bo'lgan ishonchimizning bo'lganligi va dunyoda Allah shu kafirlarni bu dunyoda halok qilishdan iborat, buningki burunqi zolim kafirlarni halok qilgandek halok qilishdan iborat bo'lgan ishonchimizning bo'lganligidan qat'iy umidlanmay, ma'yuslanmaydiganligimizni va shundaqla agar biz haq maydonida mustahkam turamisak, Allah subhanahu va taoloning azobiga yo'liqib qoldiganligimiz, agar haq maydonida mustahkam tursak, mangu rahmatga erishadiganligimizdan iborat bo'lgan Allah taoloning qiyomat kunining egisi ekanligini doim isimiz tutib, qiyomatga qat'iy jazmiyat bilan ishonishimiz lozim ekanligini, hamdaqla her bir qulchiligimiz, ibodatimizda Allah subhanahu va taologa ruhimiz bilan, fikrimiz bilan, vujudimiz bilan xolis namoz o'qib Allohga qulchilik qilish lozim ekanligini, namozda, masjidda o'qqanda Alloh qulchilik qilib, Allohga ibodat qilgan kunishni bilib, masjiddan chiqqandan keyin zina, fohisha, haromxo'rlik, yolg'on gap, kishining mulki, kishiningki huquqiga tajovuz qilish va shundaqla hasadxo'rlik, dushmanlik, adolatxo'rlik, gap tushish, fitnaxo'rlik, her türlü yaman ahlaklardan ibaret bo'lgan rezil qilmishlardan yiroq turolmaydigan emas, balki yamanlikni bevosita o'zining amaliy hayotidan yiroqlashtiradigan, uning o'qqan namozi xuddi kompyuter yoki har qanday to'qqashlaydigan narsaga to'qqashirash bo'lgandek o'qqan namozi uning hayoti ve aralashgan her bir muamelesi ve cemiyetine ve ailesiga qat'iy ta'sir qiladigan, yaxshilikda mustahkam turadigan, yomonlikdan qat'iy yanalaydigan, har qanday bir vaziyatda, har qanday bir jamiyatda yaxshilik ulgusi bo'ladigan mana shundaq ixlosmand mu'minlardan bo'lishimizga ham din ve siyosatda ve barliq qismatimizda qat'iy maydonimiz, bayrog'imiz ve amaliy xizmatimiz ro'shan Allohga mansub bo'lgan, Allohdan boshqa hech qanday narsadan qat'iy qo'rqmagan asosda Allah subhanahu va taolo ularni to'g'ri boshlagan payg'ambar alayhisalom va barliq payg'ambarlar va aqlda mustahkam turgan solihlarning yo'lida mustahkam turib, har qanday insoniyatni haq yo'ldan chiqarish uchun Allah cheklagan haromni halol qiladigan, Allah ruxsat qilgan halolni harom qiladigan, Allohning shariati qonuni qarshi turadigan Yahud, Xristian, zolim kofirlarning har qandaygini yo'lga emas, bo'libmi Allohning yo'li bo'lgan islom diniga mustahkam turib, jonimiz, hayotimiz va barliqimiz va iqtisodimiz va har bir kuch-quvvatimizdan haq yo'l uchun qurbon beradigan va kelgusi avlod
izbasarlarimiz, kelgusi barliq xalqimiz va islom ummatini haqiqiy haq maydonida mustahkam turadigan qilib tarbiyalashimiz va dunyo insonlarini haqqa chaqiradigan, haq yo'lini, islom dinini dunyoda har qanday yana barliq taraqqiyot vositadan internet, tor, televizor, radio va shundaqla hozir zamondagi barliq kuch-quvvat taraqqiyoti bilan haqni taqtishga, haqni qudashga qurbonlik berishimizni ma'rif bo'lgan haq yo'lda mustahkam turishga mush Fatiha surasi bizni har qitim namoz o'qigan vaqtimizda boshlaydiganligini doim isimiz turib mush Fatiha surasiga amal qilishimiz bizning har bir namoz o'quvchininki mas'uliyati. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda allazina yuqimuna salat degan namozni haqiqiy uning ruhiyati va amaliy hayotga ta'sir qilgan asosda islom va dinda kelgan barliq payg'ambar alayhissalatu vassalamning sunnati uyg'un namozning haqiqiy ruhiyati va amaliy ko'rinishidan namozni turg'izgan degan. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda innas salata tanha anil fahsha'i vel munkar degan. Namoz har qanday sat amal va yomon ishlardan to'sidi degan. Hem payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qishida bir ayolning ibodati, farz namozi va nafl namozi yaxshi ekanligi, lekin qo'shnisiga aziyat berdiganligini degan vaqtida bu ayolning o'qigan namozi hayotiga ta'sir qilmaganligi uchun bu ayolni do'zaxga burib degan. Yana bir ayolningki amal ibodatlari farzlarni qildigan, lekin qo'shnilarga yaxshilik qildiganligini anglagan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ayolni jannatda bo'ldi degan. Demak, har qanday bir musulmonning o'qigan namozi uning hayotiga ta'sir qilish mana bu Qur'on hadisning bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.